Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Mana bu yangi kanalimiz. Xudo xolasa kim ko'rsa ham shu videolarni kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa endi ko'p kanalim kuyib ketdi. Endi yangi ochdim bu kanalda. Xudo xolasa bir chiroyli bir kontentlarni qilib, ko'p yillar xalqimizga xizmat qiladigan kanal qilaman. Bu jo'jalar bir oylik bo'ldi akalar. Ishqiboz bo'lsa sotiladi. Vyetnam bor bu yerda. Karis bor. Turk bor. Kashaki bor. O ikkita kulrang, bitta qora o'zi ajrab turibdi. Xudo xolasa juda yaxshi zotlardan. Endi astoydil yem berishdi, tuxum berishni boshladim. Endi bu ko'p xo'roz. Bir haftaligida 150 ming, 200 ming qilib sotdim akalar. Endi yana xudo xolasa kelishib qolsak, yaxshi pul berganga sotiladi, bo'lmasa katta qilib sotamiz. Yangi kuzatuvchilar uchun manzil Namangan, 3 tuman Jidagapa qishlog'ida. Azbek zotlar deb yozsalaring, Telegram kanalim chiqadi har doimgidek. WhatsApp ham bor, parvozlar uchun deb ochib qo'ygan kanalim. Hop. Bundan keyin telefon nomerim 93 604 52 52. Doim aloqadaman. Telegram, WhatsApp, imo bor. Mana hurmatli obunachilar, bular yakagama deyiladi. Endi urug'lanish foizi kam bo'layapti qandaydir. Bu xo'roz rosa kuchga to'lgandan keyin yaxshi urug'lantirar ekanda bu. Yaxshi tuxumlayapti. Endi xudo xolasa bir jo'jalar chiqsa ko'pchilik so'ragan. O'zini bularni $100 dan ham bermaganman. Kurki bo'lishga juda zo'rda. Mana tuxum bugun tuxumlabdi. Yaxshi har kun tuxumlayapti, ko'z tegmasin. O'sha 7-8 ta tuxumlab, uzog'i 13 ta tuxumlaydi. Bundan yo'qki majburlab ham tuxumlatib bo'lmaydi. Sirazi kurki bo'ladi. Aynaqa yaxshi zotdan. Bir yilda shu 5-6 marta ochib chiqsa ham bo'laveradi-da. Aynaqa tez kurki bo'ladi. Juda shallaq emas, juda yuvosh tovuq. Yaxshi qiziqqanlar uchun xudo xolasa jo'jalardan ochirsam qilib beraman. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, bularni Samarqanddan olib keltirdim. Bularning nomi Lakenfeller deydi. O'ta ham dekorativni, ham tuxum yo'nalishida o'ta darajada ser tuxum. Xudo xolasa endi bularni ham jo'jalardan ochiraman. Bu yil bir 100 ta qilish niyatim bor bundan. Samarqanddan olib keltirdim. Mashallah 1 million 300 ming, короче 350 mingga tushdi-da mashallah. Bundan bir oy oldin 400 mingdan ham topa olmayotgandim. Endi ular sotilmaydi, tomoshaga, xudo xolasa tuxum jo'jalardan qilib beraman. Kuzga borib bir aloqaga chiqaverasizlar. Juda yaxshi narsa. Ham chiroyli, ham bu dekorativ tovuq. Bu O'zbekistonga dekorativ tovuqlardan birinchilardan bo'lib kirib kelgan. Men o'sha maktabda 5-sinf yo 6-sinfligimda ko'rganman bu tovuqlarni. Endi hozir ham trendda-da. 300 mingdan tushmaydi bu tovuqlar. Bir kimdir 250 ming 250 mingdan adashib sotib qo'ymasa, atak topish qiyin. Hurmatli obunachilar, shu xo'rozimga makon yo'qda. Mana shu ikkalasiga qo'shib bola olayapman, bir ajoyib zotlar chiqyapti. Mana shu xo'rozimga makon qilib olganimda buni bitta nima bor, gallant bor, shuni qo'shib yuboraman. Koreyskiy bilan hali ser tuxum, oq nisushka bor, va shunaqadan chiqqan bu koreyskiy yapon bu. Bu Phoenix. Dumlari ham sinib ketdi, bu yomg'ir loylarda yuraverib. Mana hurmatli obunachilar, bular gallant deydi nomini. Bular ham yaxshi ser tuxum, ham yuvosh tovuq, ham qo'yib yuborsangiz hammasi bir joyda yuraveradi. Bulardan ham jo'jalar ochib chiqdi. Keyin o'zim boshqalardan tuxum sotib oldim. Shunaqa qilib
Hurmatli obunachilar, mana buni domladan oldim, marg'ilonlik. Buni o'zim ochirgan bu ikkalasini. Men o'lay deb tirilib ketdi-ya, voy. Kasallikka ham chidamli, buni bu o'lavermaydi bular. Xudo xolasa qiziqqanlarga tuxum jo'jalardan qilib beraman. Tuxumlar ham bexato ochyapti, gap yo'q lekin. Zo'r narsa ekan bu ham. O'zi ancha yildan beri boqaman-u. Shu bu golland sal kattarog'idan, bular endi karlik. Sal o'rtacharoq. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar akalar. O'sha telefon nomerim 93 604 52 52. Manzil Namanganda 3 tuman Jidagapa qishlog'ida. 24 soat aloqadaman. Telefon qilaverasizlar. Kechasi telefon qilsalar olmayman.